Yana bittasi bor. Muhammad Odilmi deb chiqadigan bola bor. Men buni karomat sifatida oldindan turib aytayapman bu narsani. Alloh ilhom berganligi uchun. Endi bu narsani vaqt kelajak ko'rsatadi. O'sha yigit bir odamdan men telefonimni so'rab gaplashmoqchi edim, suhbat qilmoqchi edim, nima deb shunday deb gaplashib so'ramoqchi bo'ldi. Telefon raqamini so'radi, nima qilay qor aka beraveraymi dedi. Beravering, faqat bitta sharti bilan dedi. U bolani ba'zi bir o'zini tutishlari menga yoqmaydi. Qanaqadir bir fitnani boshlab turgan, haligi kulib turib, ha hozir xo'p deb turaveraylikchi, keyin yana bilamizda vaziyatga qaraymiz deydigan odamga o'xshab. Qanaqadir haligi o'zi imkon yaratyapti. Alloh taolo bunga bir imkon beryapti. O'sha O'zbekiston yurtida yashayapti. Bemalol da'vatini qilishga imkon berilyapti. Boshqa bo'lyapti-da, lekin baribir o'sha yurtiga nisbatan, davlatiga nisbatan keksa qiladigan, qanaqadir bir fitnani oldida turgan, bir fitnachilar agar sal qo'li bilan kelib qolsa, o'sha tomonga o'tib ketishi mumkin bo'lganga o'xshagan holatni men ko'ryapman bu odamda. Agar shunaqa fitnaga aloqasi bo'lmasa, aloqaga chiqsin, mayli nomerimni bering so'ragan bo'lsa. Lekin shularga aloqasi bo'lsa yoki o'zim bir fikr buzuqlik bo'ladigan bo'lsa, menga yoqmayapti. Alloh taolo menga bu narsani sezdiradi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, unda aloqaga ham chiqmasa, men gaplasha olmayman bu odam bilan deb aytdim. Va aloqaga chiqmadi bu odam. Alhamdulillah. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan, yurtimizda ana shunday ostonada turganlar bor. Balki bilib, balki bilmasdan. Bittasi o'sha Doniyor qorisi bo'ladigan bo'lsa, bittasi Muhammad Odil, men taniganlarim endi. Yana boshqa tanimaganlarimiz mingta turibdi. Mana shularni oldini olishimiz kerak. To uni davlat bilib, uni bir chora ko'rguncha atrofida uni bilayotgan odamlar bo'lsa, mahalladoshlari bo'ladigan bo'lsa, kimlardir biladigan bo'lsa aytish kerak. Aloqasi bor odamlar. Qor aka, siz sal g'alati ketib qolmayapsizmi? Sal o'sha chetdagi lata baylaganlarga o'xshab ketib qolyapti gaplaringiz. Siz unaqa ustakorlik qilaman demang. Siz fitna boshlab qo'ymayapsizmi? Gaplaringizdan fitnaning hidi kelib qolmayaptimi? Noto'g'ri bo'lib qolmaydimi keyin? Mana shu narsa deb ayting. Deb u ham ko'zi ochilsin. To'xtab endi bilib qolyapti ekan-ku fitna ishlarimni. Ertaga sharmanda bo'laman ekan deb mayli Allohdan qo'rqmasligini o'zi hal qilsin. Lekin odamzoddan bo'lsa ham, xalqdan bo'lsa ham uyalgandan haliginday yomon yo'llarga yurmasin. O'shani biz o'zimiz hal qilishimiz kerak. Qachongacha davlat unga chora ko'rishini kutishimiz kerak. Davlat chora ko'radigan bo'lsa, davlat xunukmi endi, yomonotliq bo'ladimi? Biz o'zimizda-ku ayb aslida. O'sha joygacha borguncha o'zimiz aytishimiz kerak-ku. Unga muxlislik qilayotgan, uni ba'zi bir haligi bir ulug'vor gaplariga mashalloh deb o'tirgan biz-ku aybdor. Men sezgan narsani sezmaydi deb o'ylaysizmi? Sezadiganlar bor. Mendan yaxshi sezib fikrlaydiganlar bor. O'shalar bilishadi. Qayoqqadir yomon taraflarga qarab ketyapti o'sha odamning fikrlari. To'xtatish kerak. To'xtang qor aka, unday qilmaysiz. Gaplaringiz yaxshi emas. Fitna bu, noshukrlik bu. O'shanga aytganman hali qarindoshim, yo'q eshak deganman. Sen imom bo'lib yuribsan, sen davlatni yomonlayapsan. Tasha bo'lmasa imomligini. Nima qilasan? Kerak emas menga hech qanaqa mansabi degan. Zohidlik qilib o'tirgan uyingda. Sen domlalik qilyapsan, to'yga boryapsan. O'sha nima deydi, haligi tuguningga tugib bergan narsani yeb yuribsan. Hozir umra purish bo'lib ketgan endi hozir akam. Shunaqa qilib yuribsan. Nimaga sen yomonlayapsan? Nimaga sen norozisan? Norozi bo'lsang u ishni qilmagin. Xuddi shunday haligi Muhammad Odilmi kim o'shanga o'xshagan yoki Doniyor qoriga o'xshaganlarga ham unaqa o'zingizdan chiroyligini yasamang siz. Siz fitna qilyapsiz, fitnangizga aloqangiz borligini bildirib qo'yapsiz. Yo'qoting bu narsani deb ayta olishimiz kerak. Ana shunda biz fitnani oldini olgan bo'lamiz inshaalloh. Atrofimizda ana shunday buzilgan, buzuq aqidadagi bilib yoki bilmasdan ilmiga ko'payib ketib qolganidanmi yoki ilmsizligidanmi fitnalarga aralashadigan shu Bashir Ahmadga o'xshaganmi, boshqasimi yoki ana Komil itga o'xshaganmi, vatan gadolarmi? Ana shundaylar ham bor. Yoki ana shuni ostonasida turgan, ikkilanib turgan, nima qilsam ekan deb turgan. Men ham endi qani bir ketimga tep forishni kutaman, tep forsa keyin chiqib ketib yomonlayman-da, ungacha qarab turaman deb turgan odamlar ham bor. Shu Doniyor qori bormidi, Muhammad Odilmi shunga o'xshagan. Mana shularni to'xtatib qolishimiz kerak. Bu bitta men o'zim qo'limdan keladigan, kerak bo'lsa bitta prezident o'zidan ham qo'ldan keladigan, davlatda ham qo'ldan keladigan narsa emas. Chunki bittasini tutsa, bittasi bekinib yotishi mumkin. Eng katta kuch o'sha atrofidagi bo'lgan xalq, mahalladoshi, qarindosh urug'i, yaqin do'st yorlar. O'shalar bilishadi. O'shalar jim qarab turish kerak emas. Musulmonchilik bo'lmaydi bunda.
qani nima bo'lar ekan deb o'tiradigan bo'lsak musulmonchilik bo'lmaydi. To'xtatib qolaylik. Men hech qaysi biriga, Odiliga ham, Doniyoriga ham, Mubashshiriga ham hech qanday bir yomon narsam yo'q, g'arazim yo'q. Masalan, meni Komil itni men itimdan ham yomon ko'raman, chunki bu iflos xalqni haqorat qilyapti. Bemalolga nima deysan deb haqorat qilyapti. Agar mana shu gapimga ishonmagan odam bo'ladigan bo'lsa, o'sha itni men tavsiya qilmayman o'zi bir itni narsasini ko'rishligini, lekin o'sha oxirgi bo'lgan agar o'chirib yubormagan bo'lsa, oxirgi anaqasini ko'ringlar. To'g'ridan to'g'ri bo'lgan efirni. 1 soatmi qanchadir bo'lgan bo'lsa, agar o'sha oxirgisi deganda endi o'sha bugun mana hozir bu qachon yozilyapti? 24-kun yozilayotgan bo'lsa, 23-da bo'lgan suhbat ekan bu. 23-mayda bo'lgan. O'sha 23-mayda bo'lgan suhbatini eshitib ko'ringlarchi, qanday odamlarni itdan itga solib haqorat qilyapti. Bemalol o'ziga. Bu iploslarga endi hech qachon bir ijobiy fikrda bo'lmaysiz-ku. Men haqiqatan itdan yomon ko'raman buni. Gap u haqida emas. Nafratlanaman itdan. Lekin Mubashshir Ahmadmi yo boshqasimi bir musulmon insonlar bular hammalari. Lekin adashib qolgan odamlar. Bularni to'g'ri yo'lga solishlik domlani yoki prezidentni yoki davlatni ishi emas. Bu xalqni ham, aytganimdek, mahalladosh, yaqinlarni ham ishi. Bunga e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni xalqimiz shu narsani yaxshi bilib olsinlarki, musulmonlar oddiy pamlamaslik kerak bu narsani. Ya'ni har bir adashgan ekan, xo'p, shuni adashmagan deb qo'ysan nima bo'ladi? O'shani yonini olib qo'ysan nima bo'ladi? Gunohkor bo'lasiz. Misol uchun, sizga qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Aroq harom. Lekin aroqni endi ichsa bir kun tashirman yoki bo'lmasam ichsa bo'ladi emas, endi unaqa desangiz yaxshi bo'lmaydi-ku. Masalan, bir kun tashayman desa, bilaman yomonligini, o'rganib qolganman deb bir kun tashayman desa, bu gunohkor. Lekin bekor aytibsan, aroq harom emas degan odam kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Alloh saqlasin. Bitta fitnachini fitna ishini aytib berilgandan keyin fitna ishi nima? Yurtda qo'zg'olon chiqarish kerak yoki bo'lmasam yurt rahbariga itoat qilmasa bo'ladi degan odam juda katta fitnachi bo'ladi. Ana shu fitnani gapirgan odamni ma'qullashligingiz hali aroqni endi bir kun tashayman degan gunohkordek odam bo'lmaysiz. Aroq harom emas bu, halol deb qanday dindan chiqsa, ana shunday xavf bor. Biz albatta birovni dindan chiqdi, dindan chiqmadi deb hukm qila olmaymiz, haqqimiz yo'q. Lekin bir fitnachini siz yonini olib qo'yishligingiz aroq halol degandek narsa bo'lib qoladi. Bu juda katta yomon narsa. Dindan chiqib qolish xavfi bor narsa. Chunki siz fitnani yonini olyapsiz. Bu fitna degan aytilyapti sizga. Aytilmasa ham boshqa narsa edi, bilmabman deysiz. Sizga aytilyapti. Demak, fitna chiqarishlik bir yurtda bu yomon narsalik aytilyapti-da, shuni eshitib bilib turganingizdan keyin ham yo'q deyapsiz. Bo'ldi. Demak, siz ana shu fitnachini yonini olgan bo'lyapsiz. Demak, qattiq gunohkor bo'lyapsiz, eng kamida. Dindan chiqib qolish xavfi ham bor. Mana shu narsaga e'tibor berishmaydi juda ko'pchilik birodarlarimiz. Mana shu narsaga achinaman. Menga hech kim, menga siz falonchini yaxshi deyishligingiz, o'sha yo'ldan ozganni zo'r odam deb qo'yishligingiz menga hech narsa bildirmaydi. Men bundan bir xafa bo'lib qolmayman, boshqa narsa bo'lmayman. Yana qaytaraman, o'sha Mubashshirga o'xshaganlar, men komil itlarni aytmayapman, ular jazolanishi kerak. Ular qo'liga tushadigan bo'lsa, jazolansa men alhamdulillah deyman. U hali meni qo'limga tushadigan bo'lsa ham jazolanadi u komil itlar. Yana juda ko'plagan xalqni haqorat qilib, onasidan haqorat qilib, juda ko'pchilikni. Ularning qo'lida hali jazolanadi. Bularni duoibat qilaman men, komil itga o'xshaganlar. Va albatta inshaalloh bu ham o'zining jazosini oladi, qo'liga tushadi, javobgarlikka tortiladi. Bu haqida emas. Lekin o'zini dindor bo'lgan, har holda ilmi bo'lgan, Mubashshir Ahmadga o'xshagan yana boshqalari bo'ladigan bo'lsa, Muhammad Odil unaqa ilmli inson emas, lekin u ham shunga harakat qilib beradigan muxlis bo'lgan odamlardan. Demak, o'shanaqa odamlar to'g'ri yo'lga qaytib qoladigan bo'lsa, men xursand bo'laman. Men bir ularni bir yaxshi bo'lib qolishiga meni xafa qilib qo'ymaydi yoki men dushman emasman ularga. To'g'ri yo'lga qaytishlarini, yaxshi inson bo'lishlarini va safimizda munofiq bo'lmagan toza musulmon insonlar ko'payishligini men ham xohlayman.